Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlar bilan kechirish praktikasini bajaramiz. Agar kimdir ichida kimdandir juda ham qattiq norozi bo'layotgan bo'lsa yoki juda ham qattiq xafa bo'lgan bo'lsa, unda kechirishga bir qadam tashlab ko'rsin. Chunki kechirim bizga juda katta yo'llarni ochadi. Tayyormisiz? Boshladik. Chuqur nafas olamiz. Nafasimizni ushlab qolamiz. Chiqaramiz. Va yana bir marta chuqur nafas olib, nafasimizni ushlab turamiz. Chiqaramiz. Yana bir marta nafas olamiz. Ushlab turamiz va chiqaramiz. Ana endi hamma o'zini kichkinagina odamcha sifatida tasavvur qilsin. Barmoqday yoki undan ham kichikroq. O'zimizni bosh miyamizni ustida tasavvur qilamiz, ya'ni boshimizda. U yerda ichkariga kirib ketadigan zina bor. U zinadan miyamizni ichiga tushamiz. Ichkari qop-qorong'u. Ba'zi birovlarda qo'rquv paydo bo'lyapti. Lekin qo'rqmay o'zimizga ishonch bilan pastga yura boshlaymiz. Va miyamizni markaziga yetib kelamiz. U yerda tasavvur qilamiz, bir lift bor. Qalbimga deb yozib qo'yilgan. Liftga kirib, qalb tugmasini bosamiz. Qalbimiz bizni ikki ko'kragimizni o'rtasida joylashgan. U yerga yetib, xonaga kiramiz. Qiziq, qalbimizni ko'rinishi qanday holatda ekan-a? Kimlardir balki bu yerga hech qachon tashrif buyurmagandir. Kimnidir qalb qasri juda ham chiroyli bo'lishi mumkin billurdan. Bu o'z tasavvuringizga bog'liq. U yerdan uzun yo'lakli koridorni topamiz. U koridorni oxirida qip-qizil eshik bor. U eshikdan ichkariga kiramiz. Xona ayvonli, tashqariga qaragan derazalari bor yorug' xona. U yerdan tashqariga chiqamiz. Tashqari sohil bo'yi. Biroz yursak ham yashil dalalar. Oyoq kiyimimizni yechaylik, oyoqlarimizga dam beraylik. Oyoqlarimiz yam-yashil o'tlarni, yuzimizga tushib turgan quyoshni his qilsin. Bir daraxt tagiga kelib o'tiramiz. O'tirganda yam-yashil o'tlarning muzdayligini his qilamiz. Uzoqdan kimdir biz tomonga qarab yaqinlashib kelmoqda. Ha, bu o'sha bizni qalbimizni vayron qilgan inson. Xafa qilgan.
yonimizga keldi va qarang, u qanday holatda bizga qarab turibdi. Ko'zi to'la yosh, afsusda. Unga qaragan holatda nima aytgisi kelsa hamma gapingizni aytib oling. U esa qilgan ishidan pushaymonligini va kechirim so'rayotganini o'z nigohlari bilan bildirib turibdi. Bo'lib o'tgan vaziyat uchun unga kechirdim deng. Agar kechira olsangiz. Tasavvur qiling, u yosh bola, 5 yosh. Va sizga juda achinarli ahvolda qarab turibdi. Siz unga rahmingiz keladimi, yo'qmi? Uni bag'ringizga oling, quchoqlang. Kechirim so'rang. Agar uni kechira olgan bo'lsangiz, ozgina men seni kechirdim deng. Qani u bilan birgalikda sohilga yuguramiz. Ko'k suv. Mazza qilib suvda cho'milamiz. Cho'milganda butun tanamizdan o'sha xafagarchilik va nafratlar, kir, energiyalar yuvilib ketayotganini tasavvur qilamiz. Undan ham, sizdan ham. Mazza qilib cho'miling. Va sohil bo'yiga chiqib uni mahkam quchoqlang. Va ortiga qaytarib yuboring. U orqasiga ketayotib yo'q bo'lib qolsin, osmonga uchib ketsin, ko'rinmay qolsin, qalbimizdan butunlay ketsin, butunlay nafratlar chiqib ketsin qalbimizdan. Mamnuniyat bilan o'sha xonaga qaytamiz. Qizil eshikdan tashqariga chiqib qalbimizga chiqamiz. Qalbimizdan esa yuqoriga bosh miyamizga chiqib o'z tanamizga qaytamiz. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Yana bir marta chuqur nafas olamiz. Va nafas chiqaramiz. Ko'zlaringizni ochishingiz mumkin. Agar meditatsiyamiz ozgina bo'lsa ham sizga yordam bergan bo'lsa, men juda ham xursandman. Xohlardimki, siz kechirishni xohlagan insonlaringizni kechiring va bu meditatsiyani kamida 20 kun bajaring. Har bitta ichingizdagi kechirilmagan insonni kechirib chiqishni maslahat beraman. Va hayotingizda mo'jizalar paydo bo'ladi. Rahmat.